Men yaqin qarindoshim bilan sherikchilikda qo'y boqmoqchiman. Qarindoshim pul beradilar, 100 tacha qo'y olib, 1-1,5 yil aylantirib pullarni qaytaraman. Ular bu ishning islomiy tartibda bo'lishini xohlamoqdalar. Shunda foydaning necha foizini berishim kerak bo'ladi? Islomiy tartibda sherikchilik shartlari qanday bo'ladi? Bismillahirrohmanirrohim. Bu muzoraba bitimi deyiladi. Ya'ni pul bir tomondan, mehnat bir tomondan bo'lyapti. Ya'ni bir odam qo'ylarni olib boqadi, ko'paytiradi, yetishtiradi, semirtirib keyin sotishadi. Bir tomon pul beryapti. Ya'ni bu muzoraba bitimi bo'ladi. Buni birinchi sharti bunda muddat kelishiladi. Va ikkinchi sharti shuki, masalan ba'zi holatlarda o'sha cho'ponlar masalan 100 ta qo'y olsa, shu 100 ta qo'yni 100 taligicha qaytarish shart qiladi. Shu joiz emas. Ya'ni muzorabada o'sha tikilgan pulni qanday bo'lsa shundayligicha tanini qaytarish shart qilishlik bu muzoraba bitimini fosid qiladi. Chunki agar muzorabada foyda bo'lsa, foyda kelishiga qarab bo'laveradi. Uni foizi shart emas, 50 ga 50 bo'lishi shart emas. Masalan 60 ga 40 nisbatda kelishadimi, 70 ga 30 nisbatdami, u kelishiga qarab joiz bo'laveradi. Aytaylik 50 ga 50 nisbatda kelishdi. Men mehnat qilaman, qo'y boqaman, siz pul berasiz. Foyda 50 ga 50. Foydani teng bo'lishga kelishdik. Zarar kimning bo'ynida bo'ladi desa, zarar bu yerda men ya'ni mehnatimga kuyaman, siz pulingizga kuyasiz. Meni zararga sherik qilishlik bu ham muzoraba bitimini fosid qiladi. Ko'p holatda o'sha muzoribni ishchini ham zararga sherik qilishadi, bu joiz emas. Ya'ni muzorib zararga sherik bo'lmaydi. U mehnatiga kuyadi. Robbul mol, investor puliga kuyadi. Albatta muzoribni aybi bo'lmasa, muzoribni aybi bilan bo'lsa, unda to'laydi endi. Demak, o'sha cho'pon tomonidan o'sha 100 ta qo'yni 100 taligicha qaytarishni shart qilish ko'p holatlarda shunaqa bo'ladi-da. Shu 100 ta qo'y olaman deydi, masalan o'lib qolsa ham, bo'ri yeb ketsa ham, o'g'illansa ham, men deydi, sizga shu 100 ta qo'yni qaytaraman. Undan ortganini foydasini bo'lamiz deydi-da, u joiz emas. Ikkinchi fosid shart shuki, masalan cho'ponlar shunaqa shart qo'yadiki, o'sha 100 ta qo'ymi, 100 ta qo'yni qaytaramiz deydi. Orada tuqqan qo'zilar bizga deydi. Qancha qo'zi olsak, u qo'zi bizniki deydi. Bu ham joiz emas. Demak, bu holatda cho'pon o'sha qo'yni boqadi, semirtiradi, ko'paytiradi va nima bo'lsa o'rtada bo'ladi. Ya'ni o'sha tug'ilgan qo'zilar ham yoki o'sha semirganni evaziga bo'lgan foyda ham oxirida o'sha kelishilgan, masalan 1 yilga kelishgan bo'lsa, 1 yildan keyin g'alvirni ko'targanda qancha foyda bo'lsa, teng bo'linadi, kelishuviga qarab. Agar qo'ylar tabiiy ravishda o'lgan bo'lsa, bo'ri yeb ketgan bo'lsa, o'g'ri olib ketgan bo'lsa, bunda anu cho'ponda aybi bo'lmasa, cho'pon to'lamaydi buni. Bu anu pulni egasini zarari. Ya'ni cho'pon mehnatiga kuyadi, pulni egasi pulga kuyadi. Demak, shu tarzda shariatga muvofiq qilib ishlatsa bo'ladi. Vallohu a'lam.